Assalomu alaykum, hurmatli pensiya oluvchilar, ota-onalarimiz, opa-singillar va aka-ukalar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Iyul oyida pul olish. Pensiyasini to'liq va vaqtida olish. Qo'shimcha to'lovlardan qolib ketmaslik uchun ulgurib bajarish kerak bo'lgan 5 ta narsa haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, qarindoshlariga va parvarish qilayotgan insonlarga tegishli. Chunki bitta hujjat kechiksa, bitta ariza yozilmasa yoki bitta ma'lumot yangilanmasa, odam o'ziga tegishli pulni oylar davomida ololmay yurishi mumkin. Men buni oddiy tilda aniq misollar bilan tushuntiraman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki 5-masala ko'pchilik e'tibor bermaydigan, lekin aynan pul kechikishiga sabab bo'ladigan eng nozik joylardan biri. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing. Chunki bu ma'lumotni sizning mahallangizdagi boshqa pensionerlar ham bilishi kerak. Avval ko'p ishlar qog'oz orqali, mahalla, bank, pochta yoki pensiya jamg'armasi bo'limiga borib hal qilinar edi. Odam pensiyasini olardi. Agar biror o'zgarish bo'lsa, masalan yashash manzili almashsa, bank kartasi muddati tugasa, nogironlik guruhi qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'lsa, ko'pincha bu ishni keyinga qoldirardi. Keyin esa pensiya to'lovi to'xtab qolganda yoki pul kartaga tushmaganida sababini bilish uchun idoradan idoraga yurishga majbur bo'lardi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Bu yaxshi tomoni shuki, ayrim hujjatlar avtomatik ko'rinadi. Ortiqcha qog'oz kamayadi. Lekin nozik tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa, bank kartangiz faol bo'lmasa, shaxsiy ma'lumotingiz mos kelmasa, ro'yxatda boshqa manzil ko'rsatilgan bo'lsa, tizim sizga tegishli pulni o'tkazishda muammo chiqarishi mumkin. Ya'ni bugun men pensiyamni har oy olib yuribman-ku deb beparvo bo'lish xavfli. Ayniqsa iyul oyida ko'p oilalar ta'til, davolanish, safar, qishloqqa ketish bilan band bo'ladi. Ana shu paytda tekshiruv muddat, ariza va karta masalalari qolib ketadi. Men tajribamda ko'p ko'rganman. Odamning pensiyasi bor, huquqi bor, lekin pul tushmaydi. Nega? Chunki kartaning muddati tugagan, nogironlik bo'yicha qayta ko'rik sanasi o'tib ketgan. Ishonchnoma muddati tugagan, bank rekviziti yangilanmagan yoki nafaqa turiga tegishli ariza vaqtida topshirilmagan. Shuning uchun men bugun yilda albatta ulgurish kerak bo'lgan 5 ta narsani birma-bir aytaman. Eng avvalo, men har bir pensionerga o'z pulining qayerga va qanday tushayotganini tekshirishni maslahat beraman. Siz pensiyani bank kartasiga olyapsizmi? Pochta orqali olyapsizmi? Ishonchli vakil orqali olyapsizmi yoki uyga yetkazib berish tartibida olyapsizmi? Buni aniq biling. Oddiy tuyuladi. Lekin muammolarning katta qismi aynan shu yerda boshlanadi. Masalan, bir otaxon pensiyasini bank kartasiga oladi. Kartaning muddati iyul oyida tugaydi. U esa karta qo'limda demak ishlayveradi deb o'ylaydi. Pensiya hisoblanadi, lekin karta faol bo'lmagani uchun pulni ishlata olmaydi. Bankka borsa, yangi karta chiqarish kerak bo'ladi. Bu esa bir necha kun vaqt oladi. Agar odam dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat uchun shu pulga qarab turgan bo'lsa, bu juda katta noqulaylik. Yana bir misol, buvijon pensiyasini pochta orqali oladi. Lekin iyulda farzandlarinikiga boshqa tumanga ketadi. Pochta xodimi kelganda uyda bo'lmaydi. Keyin pulni olish uchun qayta murojaat qilish, kutish, aniqlashtirish kerak bo'ladi. Agar bu holat bir necha marta takrorlansa, pensioner yashash joyida emas degan tushunmovchilik paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun safarga ketayotgan bo'lsangiz, oldindan pulni qayerdan olishingizni, kim qabul qilishini, ishonchnom kerakmi yoki yo'qmi aniqlab qo'ying. Kim xavotir olishi kerak? Bank kartasi muddati iyul yoki avgust oylarida tugaydiganlar, pensiyani boshqa odam orqali olayotganlar, vaqtincha boshqa joyda yashayotganlar, telefon raqamini o'zgartirganlar va bank ilovasidan foydalana olmaydiganlar. Kim unchalik xavotir olmasa bo'ladi. Kartasi yangi, ma'lumotlari to'g'ri, har oy pul muntazam tushayotgan. Yashash joyi, telefon raqami o'zgarmagan pensionerlar, lekin baribir tekshirgan zarar qilmaydi. Men tavsiya qiladigan amaliy ish, kartangizning old tomonidagi amal qilish muddatiga qarang. Bankka qo'ng'iroq qiling yoki yaqin filialga boring. Mening pensiya kartam faolmi? Iyul oyidagi to'lovni qabul qiladimi deb so'rang. Agar pochta orqali olsangiz, mahalladagi pochta bo'limidan to'lov kuni va tartibini aniqlang. Agar boshqa odam olib bersa, ishonchnoma muddati tugamaganini tekshiring. Ikkinchi muhim masala, bu shaxsiy ma'lumotlar, pasport yoki IDD, yashash manzili, JSSHga ism, tug'ilgan sana, telefon raqami.
bank hisob raqami bir-biriga mos bo'lishi kerak. Bugungi elektron tizimlarda bitta harf, bitta raqam yoki eski manzil ham muammo keltirib chiqarishi mumkin. Oddiy misol keltiraman. Ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasi o'zgargan, keyin pensiya yoshiga yetgan yoki pensioner ayol erining vafotidan keyin boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha to'lovga ariza bermoqchi. Hujjatlarda bir joyda eski familiya, boshqa joyda yangi familiya turibdi. Tizim buni avtomatik solishtirganda savol paydo bo'ladi. Natijada ariza ko'rib chiqilishi cho'ziladi. Yana bir holat. Pensioner bir tumandan ikkinchi tumanga ko'chgan, lekin pensiya hujjatlari eski manzil bo'yicha qolgan. U yangi joyda bankdan yoki mahalladan ma'lumot olmoqchi bo'ladi, lekin ro'yxat eski joyda. Bu holatda pul butunlay yo'q bo'lib ketmaydi, lekin olish jarayoni murakkablashadi. Ayniqsa iyul oyida idoralarda navbat ko'payishi, odamlar ta'tilda bo'lishi mumkin. Shuning uchun manzil masalasini oldindan hal qilish kerak. Kimlar albatta tekshirish kerak? Yaqinda yangi ID karta olganlar, pasportini almashtirganlar, yashash joyini o'zgartirganlar, familiyasi o'zgarganlar, telefon raqamini almashtirganlar, bank kartasini boshqa bankka o'tkazganlar. Bundan tashqari, farzandlari nomidan telefon ishlatadigan pensionerlar ham ehtiyot bo'lishi kerak. Chunki SMS xabarnoma farzandining raqamiga kelsa, pensioner pul tushganini yoki muammo borligini vaqtida bilmay qolishi mumkin. Men ekspert sifatida shuni aytaman. Pulni olish huquqi borligi boshqa. Pulni o'z vaqtida olish uchun ma'lumotlar toza va mos bo'lishi boshqa. Shu sababli iyulda pensiya jamg'armasi tuman bo'limiga, davlat xizmatlari markaziga yoki tegishli bankka borib ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Mening pensiya ishimda manzilim, telefonim, pasport ma'lumotim to'g'rimi deb aniq savol bering. Agar xato bo'lsa, yozma ariza bilan tuzatishni so'rang. Og'zaki aytib ketish yetmaydi. Albatta ariza yoki rasmiy murojaat qoldiring. Ko'pchilik pensioner faqat asosiy pensiyasini biladi. Lekin ayrim hollarda qo'shimcha to'lov, ustama, kompensatsiya, nogironlik bo'yicha to'lov, parvarish puli, boqib-chiqotganlik bo'yicha nafaqa yoki boshqa ijtimoiy yordamga huquq paydo bo'lishi mumkin. Muammo shundaki, ba'zi to'lovlar avtomatik kelmaydi. Ariza berish kerak bo'ladi. Agar siz iyulda ariza berishga ulgurmasangiz, keyingi oyga qolib ketishi yoki pulni olish muddati cho'zilishi mumkin. Misol uchun, pensioner kishi nogironlik guruhi olgan bo'lishi mumkin. U meni shifokorlar ko'rdi. Demak, hamma joyga ma'lumot o'zi boradi deb o'ylaydi. Ayrim ma'lumotlar bazalar orqali boradi, lekin baribir pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idorada holat to'g'ri aks etganini tekshirish kerak. Agar nogironlik belgilangan sana bilan pensiya to'lovi hisob kitobi orasida tafovut bo'lsa, qo'shimcha pul kechikadi. Yana bir misol, yolg'iz yashovchi keksa inson bor, farzandlari boshqa shaharda. U parvarishga muhtoj bo'lishi mumkin. Lekin qo'shnilar, davlat o'zi biladi deb yuradi. Aslida bunday holatlarda mahalla tibbiyot muassasasi, ijtimoiy xizmat va pensiya jamg'armasi orqali alohida tartibda murojaat qilinadi. Agar hech kim ariza bermasa, yordam masalasi ko'rib chiqilmay qolishi mumkin. Raqam bilan tushuntiray. Faraz qilaylik, pensionerning asosiy pensiyasi 20 million 200 ming so'm. Agar unga qo'shimcha ustama yoki kompensatsiya tegishli bo'lsa, bu oyga 100 ming, 200 ming yoki undan ko'proq bo'lishi mumkin. Bir qaraganda kichik ko'rinadi. Lekin 3 oy kechiksa 100 ming yoki 600 ming so'm farq qiladi. Bu pul dori, tahlil, oziq-ovqat yoki kommunal to'lovga yetadi. Shuning uchun keyin boraman deyish puldan qolish degani bo'lishi mumkin. Kimlar bu masalada ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerak? Nogironlik guruhi yangi belgilanganlar, qayta tibbiy ko'rikdan o'tganlar, boquvchisini yo'qotgan oilalar, yolg'iz pensionerlar, urush yoki mehnat faxriysi maqomiga oid hujjati borlar, qaramog'ida voyaga yetmagan yoki nogiron farzandi bo'lganlar. Kim xavotir qilmasa bo'ladi. Holati o'zgarmagan, avvaldan hamma to'lovni olib kelayotgan va hujjatlari yangilanishni talab qilmaydiganlar. Lekin ular ham yiliga kamida bir marta o'ziga tegishli imtiyozlarni so'rab ko'rishi kerak. 4-chi masala ko'pchilik uchun yoqimsiz, lekin juda muhim, pensiyadan ushlab qolishlar. Ba'zan odam pensiyam kam tushdi deb o'ylaydi. Aslida bank komissiyasi, ijro hujjati, aliment, kredit qarzi, ortiqcha to'langan pulni qaytarish yoki boshqa ushlab qolish bo'lishi mumkin. Har bir ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lishi kerak. Lekin pensioner bu haqda bilmasa, oyma-oy pulining bir qismi ketayotganini tushunmaydi. Men bunday vaziyatlarni ko'p ko'rganman.
Masalan, pensioner ilgari kreditga kafil bo'lgan, asosiy qarzdor to'lamagan. Keyin ijro hujjati kelgan va pensiyadan ma'lum foiz ushlab qolingan. Pensioner esa nega menga 20 million 500 ming emas, 20 million 200 ming tushdi deb hayron bo'ladi. Bankdan so'rasa ijro bor deyishadi. Ijro byurosidan so'rasa hujjat raqami chiqadi. Agar u iyulda buni tekshirmasa, avgustda ham, sentabrda ham ushlab qolish davom etadi. Yana bir holat. Pensiya hisoblashda ilgari ortiqcha to'lov bo'lgan bo'lishi mumkin. Masalan, biror hujjat kech yangilangani sababli odamga bir necha oy ortiqcha pul tushgan. Keyin tizim buni aniqlab, keyingi oylarda qismlab ushlab qolishi mumkin. Bunday paytda pensioner sababini bilishga haqli. Mendan nima uchun? Qaysi qaror asosida, qancha miqdorda ushlab qolinmoqda deb so'rash kerak. Bu yerda muhim nuansa bor. Pensiya insonning asosiy yashash manbai bo'lgani uchun undan ushlab qolish miqdori cheklanadi. Ya'ni hamma pulni birdan olib qo'yish mumkin emas. Lekin amaliyotda odam o'z huquqini bilmasa, tushuntirish talab qilmasa, qiyin ahvolga tushib qoladi. Shuning uchun iyulda bankdan pensiya tushumi bo'yicha ko'chirma oling. Unda qancha pul tushgani, qancha yechilgani, qayerga ketgani ko'rinadi. Agar tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, bankdan yozma izoh so'rang, keyin majburiy ijro byurosi yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Masalan, sizga odatda 1 million 870 ming so'm tushardi, iyulda 1 million 700 ming tushdi. Farq ichim aytamagan. Buni narxlar oshdi shekilli deb qo'ya qolmang. Pensiya summasi o'zgarganmi, ushlab qolish bormi, karta xizmat haqi bormi? Boshqa avtomatik yechim bormi? Hammasini tekshiring. Chunki bitta oyda aniqlasangiz, muammo kichik bo'ladi. 6 oy kutib yursangiz, hisob-kitob murakkablashadi. Endi eng nozik 5-masalaga keldik. Iyulda ko'p odamlar unutadigan narsa bu muddatlar. Ayniqsa nogironlik pensiyasi yoki nafaqasi oladiganlar, pensiyani ishonchnoma orqali oldiradiganlar, chetga yoki boshqa viloyatga ketadiganlar, yotoqda yotgan pensionerlar, hujjatni farzandlari yuritayotganlar muddatlarni albatta tekshirish kerak. Nogironlik bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotgan ayrim insonlar belgilangan muddatda qayta tibbiy ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Agar ko'rik muddati iyulda tugasa, hujjat yangilanmasa to'lov vaqtincha to'xtashi yoki kechikishi mumkin. Keyin odam ko'rikdan o'tadi, hujjatni topshiradi, qayta hisoblanadi. Lekin bu orada asab, vaqt va pul ketadi. Shuning uchun tibbiy xulosangizdagi muddatga qarang. Agar qayta ko'rik sanasi yaqinlashgan bo'lsa, oilaviy poliklinika, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi yoki tegishli tibbiy muassasaga oldindan murojaat qiling. Ishonchnoma masalasida ham xatolar ko'p. Masalan, pensionerning o'zi yurishga qiynaladi. Pensiyasini o'g'li yoki qizi olib beradi. 1 yil oldin ishonchnoma qilingan. Iyulda muddati tugagan. Farzandi bankka boradi, lekin pulni ola olmaydi. Bank qonun bo'yicha muddati tugagan ishonchnoma bilan pul bermaydi. Bu bankning injiqligi emas, tartib shunday. Shuning uchun ishonchnoma tugash sanasini hozir tekshiring. Agar pensioner notariusga bora olmasa, notariusni uyga chaqirish tartibi yoki boshqa qonuniy yo'l borligini aniqlang. Yana bir muhim holat, pensioner uzoq muddat davolanishga yotadi yoki boshqa shaharga ketadi. Bunday paytda pensiyani kim oladi? Karta kimda bo'ladi? PIN kodni kim biladi? SMS kimga boradi? Hammasi oldindan tartibga solinishi kerak. Men doim aytaman, kartani birovga berish bilan ishonchnoma bir xil narsa emas. Karta va PIN kodni berish xavfli. Agar pul noto'g'ri ishlatilsa, keyin isbotlash qiyin. Qonuniy yo'l bilan ishonchnoma rasmiylashtirish ancha xavfsiz. Endi qoidaning ismlari va tuzoqlarini tushuntiraman. Birinchi nozik jihat. Hamma to'lov ham avtomatik hisoblanmaydi. Ba'zi odamlar davlat hammasini biladi deb o'ylaydi. Ha, davlat bazalarida ko'p ma'lumot bor, lekin sizning real holatingizni har doim ham avtomatik ko'rmaydi. Yolg'iz yashayapsizmi? Parvarishga muhtojsizmi? Bank kartangiz ishlamayaptimi? Familiyangizdagi xato bormi? Buni ko'pincha o'zingiz xabar qilishingiz kerak. Ikkinchi tuzoq, og'zaki gapga ishonib ketish. Mayli, opa keyin ko'ramiz. Aka, tizim o'zi tuzatadi. Telefon qiling, hal bo'ladi degan javoblar bilan cheklanib qolmang. Har bir muhim masalada ariza raqami, murojaat raqami, bank ko'chirmasi yoki qabul qilingan hujjat nusxasi bo'lsin. Chunki keyin men aytgandim degan gapni isbotlash qiyin. Uchinchi nozik jihat, bank kartasidagi pul bilan pensiya tayinlanishi bir xil narsa emas. Pensiya tayinlangan bo'lishi mumkin, lekin karta bloklangan bo'lsa, plastik muddati tugagan bo'lsa, bank hisobida texnik muammo bo'lsa, puldan foydalana olmaysiz.
Shuning uchun muammo pensiya jamg'armasidami yoki bankdami alohida aniqlash kerak. Agar pensiya hisoblangan bo'lsa, jamg'arma pul o'tkazildi deydi. Bank esa hisob faol emas deyishi mumkin. Siz ikkala tomondan ham yozma ma'lumot oling. 4-nozik jihat pensionerning farzandlari ham mas'uliyatli bo'lishi kerak. Ko'p ota-onalar hujjatni tushunmaydi. Telefon ilovasidan foydalana olmaydi. Navbatda turishga qiynaladi. Farzandlar o'yin pensiya oladi-ku deb beparvo bo'lmasin. Oyiga bir marta kartaga pul tushdimi? Summa to'g'rimi? Karta muddati qachon tugaydi? Dori uchun yetyaptimi? Ushlab qolish yo'qmi? Tekshirish kerak. Bu katta yordam. 5-nozik jihat, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Pensiyangizni oshirib beraman. Iyulda qo'shimcha pul chiqaryapman. Karta raqamingiz va SMS kodni ayting deganlarga ishonmang. Hech qaysi davlat idorasi yoki bank xodimi sizdan SMS kod so'ramaydi. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib, pulingiz tushishi uchun kodni ayting desa, darhol telefonni qo'ying. Pensiya puli ko'p hollarda keksalar uchun yagona daromad. Shuning uchun firibgarlar aynan shu toifani nishonga oladi. Endi men sizga oddiy amaliy reja beraman. Birinchi qadam, bugunoq pensiya kartangizni oling va amal qilish muddatini tekshiring. Agar muddati yaqin bo'lsa, bankka boring. O'zingiz bilan ID karta yoki pasportni olib boring. Bankdan yangi karta chiqarish shartlari, eski kartadagi pul qayerga o'tishi va pensiya rekvizitlari o'zgaradimi? Shuni so'rang. Ikkinchi qadam, pensiya summangizni tekshiring. Oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini yozib chiqing. Masalan, mayda 1.700.000, iyunda 1.700.000, iyulda 1.520.000 tushgan bo'lsa, farq sababini aniqlang. Bank ko'chirmasini oling. Agar ushlab qolish bo'lsa, qaysi tashkilot va qaysi hujjat asosida ekanini so'rang. 3-qadam. Pensiya jamg'armasi tuman bo'limiga yoki tegishli mas'ul idoraga murojaat qilib, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshirtiring. Yoningizda ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa, uni, bank kartasi rekvizitlari, telefon raqamingiz va kerak bo'lsa yashash manzilingizni tasdiqlovchi ma'lumot bo'lsin. Savolni umumiy bermang. Menda hammasi joyidami desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq so'rang. Manzilim to'g'rimi? Bank hisobim to'g'rimi? Telefon raqamim yozilganmi? Menga qo'shimcha to'lov tegishlimi? 4-qadam, agar nogironlik, parvarish, boquvchisini yo'qotganlik yoki boshqa imtiyozga asos bo'ladigan holat bo'lsa, hujjatlarni yig'ing. Tibbiy xulosa, o'lim haqidagi guvohnoma, qarindoshlik tasdiqlovchi hujjat, yashash joyi ma'lumot, bank rekviziti, ariza, ID karta kerak bo'lishi mumkin. Har bir holat alohida. Shuning uchun oldindan telefon qilib yoki qabulga borib, aynan sizga kerakli ro'yxatni oling. 5-qadam, ishonchnoma va muddatlarni tekshiring. Agar pensiyani farzandingiz yoki boshqa odam olib bersa, ishonchnoma qachon tugashini yozib qo'ying. Agar tibbiy qayta ko'rik kerak bo'lsa, sana taqvimimga belgilang. Agar safarga ketayotgan bo'lsangiz, pulni qanday olishingizni oldindan hal qiling. Eng muhimi, karta PIN kodi va SMS kodni hech kimga aytmang. Hatto tanish odam bo'lsa ham ehtiyot bo'ling. Men yana shuni maslahat beraman. Har bir pensioner yoki uning farzandi kichkina daftar tutib qo'ysin. Unda pensiya tushgan sana, summa, karta muddati, murojaat qilingan idora, ariza raqami, mas'ul xodimning javobi yozilsin. Bu oddiy daftar kelajakda katta muammoni hal qiladi. Chunki sizda tarix bo'ladi, qachon nima bo'lganini aniq ko'rsata olasiz. Demak, iyul oyida pul olish va o'zingizga tegishli to'lovlardan qolib ketmaslik uchun 5 ta narsani albatta qiling. Pensiya kartasi va to'lov yo'lini tekshiring. Shaxsiy ma'lumot va manzilni moslashtiring. Qo'shimcha to'lovlarga ariza berishni kechiktirmang. Ushlab qolish va qarzdorliklarni aniqlang. Ishonchnoma hamda tibbiy ko'rik muddatlarini o'tkazib yubormang. Men bularni qo'rqitish uchun emas, sizni himoya qilish uchun aytyapman. Pensiya bu odamning yillar davomida qilgan mehnati, qonuniy haqqi. Shu haqqingizni vaqtida olish uchun iyulni beparvo o'tkazmang. Bugun bitta qo'ng'iroq, bitta bankka borish, bitta ariza yoki bitta tekshiruv sizni keyingi oyda katta ovora bo'lishdan saqlaydi. Agar sizda pensiya kechikishi, karta muammosi, qo'shimcha to'lov yoki ushlab qolish bo'yicha savol bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi viloyat yoki tumandan ekaningizni va muammo nimada ekanini qisqacha tushuntiring. Men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qo'shnilaringizga, mahalladagi pensionerlarga yuboring. Chunki bu ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z pulini vaqtida oladi.